Barchangizga assalomu alaykum. Siz YouTube olamida Doktor M kanalini tomosha qilmoqdasiz. Sizlar bilan sizlarning shifokorlar Muhammad. Agar kanalimizga mehmon bo'lsangiz, o'tib mezbon bo'lib qolishingizni so'rab qolamiz. Like va podpiska uchun minnatdormiz. Aytgancha, siz bizni qayerdan kuzatyapsiz? Shu haqida kommentariyaga yozib qoldiring. Biz uchun bu juda muhim va qiziqarli. Bugungi mavzu spermogrammani ko'tarish, ya'ni spermani foizini uy sharoitida ko'tarish. Albatta, videoni oxirigacha ko'rsangiz, uy sharoitida spermani qanaqa qilib ko'tarish haqida va nimalar iste'mol qilish haqida gapirib o'tamiz. Ana unda biz boshladik. Juda ko'p insonlar spermogrammani noto'g'ri topshirish yoki bo'lmasam qanaqadir patologik holatlar hisobiga spermogrammada tirik spermatozoidlar hujayrasi kam chiqishi mumkin. Spermogrammada quyidagi normalar mavjud. Ya'ni sperma o'zi 91 million, 10 million yoki shu kabi bo'lishi kerak. Albatta, tirik spermatozoidlar hujayrasi 50% dan baland bo'lishi kerak. Lekin Yevropa olimlari hozirda bizni yashab turgan omilimiz va ovqatlanishimiz, stressimiz, hokazolarni, ichki va tashqi omillarning ta'siri oqibatida spermani foizini 35% dan baland bo'lsa, ya'ni tirik spermatozoidlar spermogrammani olganingizda apodvijniy yoki bo'lmasam kolistopodvijniy degan joyi bo'ladi. Xuddi shu joyi 35-50% dan baland bo'lsa, bu norma deb hisoblaydi. Sizda 35 yoki 20% dan kam bo'lsa ham bunda tushkunlikka tushishni kerak yo'q, chunki meni shaxsiy tajribamda 3% spermasi bor insonlar ham albatta ayolni homilador qilib farzandli bo'lishgan. Spermogramma topshirayotganda quyidagi xatolarni qilmang. Birinchisi, agar antibiotik yoki bo'lmasam zamburug'ga qarshi yoki shu kabi preparatlar iste'mol qilayotgan bo'lsangiz, ushbu lecheniya tugagandan keyin 5 kun o'tkazish kerak yoki 1 hafta o'tkazish kerak. Ikkinchisi, 3 kundan ziyod jinsiy aloqa qilmaslik kerak. Ya'ni siz hattoki ayolingiz bilan bir xonada yotmasligingiz kerak. Chunki siz ayolingiz bilan bir xonada yotadigan bo'lsangiz, xirsiz uyg'onib ayolingizni quchoqlagan vaqtingizda mayaklar o'z faoliyatini, ya'ni sizni tuxumlaringiz o'z faoliyatini ishga tushirishi oqibatida albatta bu spermatogenezga ta'siri bo'lishi mumkin. Undan tashqari davom etamiz. Prostata va prostata kasalliklari bo'lmaslik kerak. Ya'ni prostatitlar yoki shu kabi kasallik. Undan tashqari siydik chiqarish a'zolari kasalliklari ham bo'lmagani ma'qul. Chunki siydik chiqarish a'zo kasalliklari ham albatta spermogrammaga o'z ta'sirini ko'rsatishi mumkin. Chunki spermada leykositlar oshishi yoki agregatsiya, aglutinatsiyalar oshishi albatta bu farzand bo'lishiga to'sqinlik qilishi mumkin. Undan tashqari davom etamiz. Endi siz qanday qilib topshirish haqida tushuntirib o'taman. Xo'p, siz 5 kun davomida alkogol, narkotik, tamaki mahsulotlar, nos sigaret, kalyan, elektron sigaretlar chekmasligingiz kerak. Kech payt yotarga xamirli, o'ta qovurilgan, o'ta yog'li ovqatlar yemaslik kerak. Qovurilgan, xamirli yoki shu kabi ovqatlarni juda yaxshi ko'rsangiz, uni abitga iste'mol qilib va kech paytga yengil tansiq taomlar iste'mol qilish kerak yoki bo'lmasam salatlar iste'mol qilib turganingiz ma'qul. Undan tashqari shu 5 kun davomida og'ir mehnat iloji boricha qilmaslik kerak va chof oraliqlarni sovuq yeb qolishdan yoki o'zingiz sovuqda qolib ketishdan saqlash kerak. Tahorat olgandan keyin hamma videolarimda aytaman, chof oraliqlarni doimiy artib quritish shart. Endi biz spermogramma topshirishdan oldin birinchi UZI брюшной полости va UZI мочевыводящих путей qilib olamiz. Ya'ni qorin bo'shlig'i UZIsi va siydik chiqarish a'zolari UZIsini qilib olamiz. Shunda prostata bezi, quvg'u va shu kabi holatlarni ekopatologik holati bor yoki yo'qligini aniqlab olamiz. Bundan tashqari umumiy qon siydik topshiramiz. Albatta siydikda leykositlar bor yoki yo'qligi, bundan tashqari siydikning ahvoli qanaqa, siydikda oqsil chiqib ketmayaptimi, bularga ham e'tibor beramiz. 5 kundan keyin ertamanda uyg'onib borib, maxsus laborator diagnostika markazlariga spermogramma topshiramiz va siz spermogramma masturbatsiya qilib chiqarib chashkaga to'kkaningizdan keyin uni darhol mikroskop tagiga olib, laborator diagnostikada ishlaydigan laborant vrachlar tekshirish shart. Uni uyingizda chiqarib keling yoki bo'lmasam boring chiqarib keyin olib kelib stol ustiga qo'yib keting degan holatlarda sperma foizi noto'g'ri chiqishi mumkin. Yana qaytaraman azizlar, quyidagi xatolarni qilmang. Birinchisi, antibiotik yoki zamburug'ga qarshi yoki shu kabi maxsus dorilar ichayotgan bo'lsangiz, ushbu dorilar ichib bo'lganingizdan keyin 1 hafta oralig'ini qo'yib olish kerak. Ikkinchisi, siydik chiqarish a'zolarida kasalliklar bo'lmasligi kerak. Uchinchisi, sport bilan shug'ullanasiz va har xil sportivniy pitaniyalar ichadigan bo'lsangiz, misol uchun protein, kreatinin yoki bo'lmasam BCA yoki shu kabi mahsulotlar ichayotgan bo'lsangiz, albatta bu mahsulotlarni to'xtatasiz. 1 haftadan keyin 5 kun saqlanasiz. Albatta saqlanishda e'tibor berish kerak azizlar. Bu qanaqa qilib saqlanishni aytdim. Endi siz borib ertaman uyg'onganingizda 2 soat oralig'ida borib spermogrammani topshirganingizdan keyin spermani chashkaga to'kkaningizdan keyin chashkada olib chiqib darrov uni mikroskop tagiga olish kerak. Ba'zi bir laboratoriyada spermani bitta uydagi idishga chiqarib qo'ltig'ingizga qo'yib olib kelib tekshirtiring degan shunaqa bir ajoyib joylardan yozdi bor bir ikkita akalarimiz. Noto'g'ri bu. Chunki siz spermani chiqarganingizdan keyin sperma soviguncha uni harakatchanligini baholay olish
olish kerak va sizga ushbu spermani chiqqan zahot mikroskopni tagiga olib, laborant vrachlar sizga xulosa yozib berish kerak. Shu xulosaga qarab keyin astenozospermiyami bu, normaspermiyami, zoospermiyami yoki umuman sperma nolmi, shunga qarab yozib berishlari kerak. U boyaga aytganimizdek uyda chiqarib keling yoki chiqarib stol ustiga qo'yib chiqib ketavering degan holatlarda spermani bo'lishiga ko'proq sabab bo'ladi va sizda spermatozoid kasalligi bo'lishi mumkin deb sizga xulosa beradi. Shuning uchun azizlar, siz laboratoriyaga borganingizdan keyin birinchi beradigan savolingiz quyidagicha bo'lishi kerak. Spermani chiqarganimdan keyin sirazu tekshirasizlarmi? Necha kun saqlanishim kerak? Menda prostatit kasalligi bor edi. Men davolanayotgandim. Shunga nima qilishim kerak? Yoki bo'lmasa men yangi uylanganman va mana vitaminlar ichyapman. Shu vitaminlar to'xtatib turishim kerakmi degan albatta vrach laborant bilan to'g'ridan to'g'ri maslahat qilgan holda to'g'ri spermogramma topshirishga odatlaning. Aytgancha keyingi videomiz folikulalar haqida bo'ladi. Folikularni men qog'ozga yozib hisoblab sizlarga tushuntirib berib o'taman. Endi uy sharoitida spermani qanaqa qilib ko'tarish haqida gaplashib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'rib, fikringizni kommentariyada yozing. Qanday fikr yozaman degan sizda savol tug'ildimi? Siz uy sharoitida qanaqa qilib spermani ko'targaningiz haqida kommentariyada yozib qoldirsangiz, sizni yozgan ushbu to'g'ri rekomendatsiyangiz kimgadir Allohning amri bilan shifo bo'lishi mumkin. Unday bo'lsa, licheniyasiga o'tamiz. Spermani ko'tarishda birinchi o'rinda selderey so'ki juda yaxshi ta'sir qiladi. Selderey so'ki, seldereyni maxsus so'kovujmalkalarga solib chiqarib, uni kuniga 1 stakandan iste'mol qilinadi. 1 stakandan ziyod iste'mol qilib bo'lmaydi. Ikkinchisi, arab xurmosi. Men buni doim aytaman. Arab xurmosi 3 tadan 8 tagacha yeyilganda spermaga kerakli vitaminlarni yetkazib beradi. Uchinchisi, aytgancha azizlar, fistashka esimizdan chiqmasin. 3-raqamga biz fistashkani qo'yamiz. Fistashka bu bozorlarda sotiladigan xom non pista, oq pista ham deyishadi yoki bo'lmasam ba'zi bir tumanlarimizda don pista ham deyishadi. Davom etamiz. Undan tashqari, ya'ni tabiiy yo'lda qanaqa qilib ko'tarsa bo'ladi. 6 oydan katta bo'lgan jo'ja yoki tovuq yoki xo'rozni so'yib, svejiy olib, uy xo'rozi yoki uy tovug'i bo'lishi kerak. Qozonga tashlab, 300 grammini tashlab, 300 gram piyoz solib, yaxshilab aralashtirib qovuriladi. Qovurilgandan keyin ta'bga qarab ozgina tuz va murch solinadi va bir dona lavroviy list solinadi va unga ozgina suv qo'shib, bulyon qilib yaxshilab qaynatiladi. Ko'p suv qo'yish mumkin emas. Ana o'shani o'zini iste'mol qilinadi va bu 2 bilan 3 oralig'ida iste'mol qilinsa sintez bo'ladi va insonni jinsiy quvvatiga va spermatil foizini yaxshilashga olib keladi. Endi tuxumlarga keladigan bo'lsak, g'oz tuxumi yoki tuyaqush tuxumi ham issiqlik hisoblanadi va bu ham spermani foizini yaxshilashga yordam beradi va organizmda oqsillar yetishmovchiligini to'xtatadi. Endi bulardan ham zo'ri bu bedana tuxumi, buni juda ko'pchilik biladi va qo'y yog'i, qo'y go'shti haqida ham gapirib ketishni joiz deb bilamiz. Aytgancha harom licheniya qilmang, chunki ba'zi bir blogerlar, ba'zi bir doktorlar moyaklarni yeyishni tavsiya qiladi. Bu noto'g'ri narsa. Buqa yoki qo'y yoki qo'chqor qo'yning mayaklarini yeyishni tavsiya qiladi. Bu bizni dinimizga mumkin emas va bizning shariatimizga ham to'g'ri kelmaydi azizlar. Shuning uchun harom licheniyadan qochinglar. Undan tashqari tuya suti albatta, lekin bitta narsa bor, sut ko'pchilikka yoqmasligi mumkin va ehtiyot bo'lib proba bilan ichish kerak. Uni ham 2-250 grammdan bir kunda ziyod ichish mumkin emas va tuya sutini yotarga ham ichish mumkin emas. Albatta bitta yoki bo'lmasam kechki salqinda ichib olsangiz yaxshi bo'ladi. Kechki salqin asr oralig'i. Davom etamiz azizlar, ko'rib turibsizlar, mana tabiiy vositalar aytyapman. Anjir yesangiz ham bo'ladi. Anjirda hozirda ajoyib vitaminlar tarkibi keng qamrovlik ta'siriga egaligi uchun anjirni ham hozirda jinsiy quvvatlar ratsioniga qo'shib borishmoqda. Undan tashqari, agar sizda holat tez tugab qolayotgan bo'lsa, ya'ni siz tez bo'shanib qo'yayotgan bo'lsa, sizda erektil disfunksiya bo'lsa, Kegel mashqini ham qilganingiz ma'qul. Kegel mashqi cho'g' oralig'iga qon aylanishini yaxshilab, sizni jinsiy faoliyatingizni yaxshilaydi. Endi azizlar, sizlar aytishingiz mumkin, men palondaqa vitamin chepman, palondaqa vitamin chepman. Yaxshi, agar bu vitaminlarni siz mutaxassis bilan maslahat qilgan holda olgan bo'lsangiz, ya'ni terapevt, urolog, androlog, seksopatolog shu kabi mutaxassislardan. Endi siz internet tarmog'ida chiqayotgan har xil vositalardan foydalanayotgan bo'lsangiz, aql tarozingizga qo'yib o'ylab ko'ring. Bu narsalar sizga nojo'ya ta'sir qilib qo'ymas mumkin. Chunki aptekada sotiladigan har qanaqa dorini albatta bunday olsangiz, misol uchun patenti, farmakokinetikasi, farmakodinamikasi, ta'sir mexanizmi va dozasi. Undan tashqari nojo'ya ta'siri haqida ham albatta yozib ketiladi. Shuning uchun o'zingizlarning ustingizlarda tajriba o'tkazmasdan, albatta ushbu oladigan preparatingizni, hattoki internet tarmog'i orqali oladigan preparatingizni terapevt, urolog,
androlog, seksopatologlar bilan maslahat qilgan holda iste'mol qilishni tavsiya qilaman. Ko'r-ko'rona o'zingizni sog'lig'ingiz ustida tajriba qo'ymang. Keyingi olinadigan videomiz ovulyatsiya haqida bo'ladi, ya'ni qay hollarda qanday qilib ovulyatsiya qilish haqida. Azizlar, ushbu videoni spermogramma topshiraman deb yurgan yoki bo'lmasam hozirda farzand bo'lishi qiyin bo'layotgan birodaringizga yuborib qo'ying va sizga qaysi mavzu qiziqligi haqida ham kommentariyada fikr mulohazalaringizni qoldiring. Sizlar bilan sizlarning shifokorlar Muhammad bo'ldi. Yana YouTube olamlarida ko'rishguncha xayr, sog' va omon bo'ling.